Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketish arafasida yo'lovchilarimizning kayfiyatlari a'lo darajada. Yo'lovchilarimiz bilan suhbat jarayonini ham amalga oshirdik. Hozir esa ularga oq yo'l tilaymiz. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Ekrandagi rossiyskiy o'zbek nomerlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Yo'lovchilarimiz ham safarga jo'nab ketishmoqda. Ularga oq yo'l tilaymiz. Yana keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.